Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı Barın İnqilabının 33-cü yıllıq münasibəti bilan 30 mart günü məxsus axbarat elan qılıb, hər qaysı əllərdə fəaliyyət edib beriyotqan Uyghur təşkilatlarımızı, siyasi fəaliyyətçilərimizni özləri turuşluq dövlətlərdə Barın İnqilabının 33-cü yıllığını xatırlaş fəaliyyətlərini uyuşturuş arqılıq Barın qəhrəmanlarımızğa bolğan sevginiş və hörmət duyğusunu qayta namayan qilishqa çağırdı. Bu yıl 5 aprel bolsa, yaqinqi zaman tariximizdagi milliy kurashimizning ilhom buluqi hisoblangan Barın İnqilabının 33-cü yillik xatir kundan iborat. Dünya Uyg'ur Qurultayining bu munosabat bilan e'lon qilgan axborotida tovandikilar bayon qilindi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, vatanimiz Sharq Turkistonning Barın yezasida 1990-yili 4-oyning 5-kuni Zaydun Yusuf boshchiligidagi vatanparvar o'g'lonlarimiz Xitoy kommunist hokimiyatining xalqimizga silayotgan dahshatli ig'ir zulmi, siyosiy besimi, ig'ir kamsitishi, milliy va diniy jihatdagi yo'qotish siyosatiga qarshi qo'zg'alib, kurashchan Uyg'ur xalqining va jangovar ajdodlarimizning zulmga va mustamlikchilarga tiz bukmaydigan kurashchan ro'yini namoyon qilgan edi. Barın İnqilobining 33-yillik munosabati bilan erkinlik, hurlik uchun kurash qilib, issiq qonlarini pido qilgan Zaydun Yusuf boshchiligidagi butun shahidlarimizni eslaymiz. Millatimizning sharafini qo'g'dash yo'lida kurash qilgan, Xitoy turmalarida, jazo lagerlarida va majburiy emgak maydonlarida zulm chekayotgan qahramon o'g'il-qizlarimizga Allohdan g'ayrat va sabr tilaymiz. Barın inqilobi vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy mustabidlarining fashistlik hukmronligini og'dirib tashlab, Sharq Turkiston xalqining erkinligi, mustaqilligini qo'lga keltirish g'oyasi bilan o'tirg'i chiqqan shonliq bir inqilob edi. Shuningdan buyon Barın inqilobi Uyg'ur mustaqillik harakatining ilhom manbasiga aylandi. Sharq Turkiston xalqining erkinlik irodasining mangu sunmaydiganligini dunyoga jakarladi. Biz har yili bu shonliq inqilobimizni iftixor bilan xotirlagan vaqtimizda millatning irodasi va orzu-armoni yo'lida aziz jonlarini qurbon qilgan shahidlarimizni hurmat bilan eslaymiz. Zaydun Yusuf boshchiligidagi qahramon o'g'lonlarimizga ehtirom bildiramiz. Shuning bilan birga Xitoy mustabidlari tarafidan Barın yezasida elib berilgan dahshatli qirg'inchilikda shahid bo'lgan minglagan ota-onalar va narsida bolalarga Janob Allohdan u dunyolik rahmat tilaymiz. Xitoy zindonlarida va jazo lagerlarida hilmi aziyat chekayotgan fidokor azmatlarga erk tilaymiz. Barın inqilobi yaqinqi zaman tariximizdagi milliy kurashimizning ilhom buluqi. Uyg'ur xalqi bu shonliq kurash dastonini abadiyan iftixorlanish tuyg'usi ichida yod etadi va Zaydun Yusuf boshchiligidagi aziz shahidlarimizning kurash irodasiga sodiqlik bilan varislik qiladi. 30 mart günü Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti maxsus bayonot e'lon qilib, kelar hafta Xitoyda ziyoratda bo'lgan Yevropa komissiyonining raisi Ursula von der Leyen va Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning ziyoratida Uyg'urlar masalasini o'ttirib qo'yishga chaqirgan. Mazkur organ bayonotida yuqoridagi ikki rahbarni Xi Jinping bilan uchrashganda Sharq Turkistonda yuz berayotgan insoniyat qarshi jinoyatni o'ttirib qo'yib, bu jinoyat haqidagi andishlarni ochiq-oshkor tilga ilishga chaqirgan. Bayonot yana ularning Sakharov mukofoti sohibi Ilhom To'xtamni surishti qilish talab qilingan. Shu kuni kishilik huquqni kuzatish tashkilotining bosh direktori Tirana Hasanmo Twitter orqali qilgan so'zida Ursula von der Leyen va Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning Xitoydagi ziyoratida Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi dafsanchiliklar haqida so'zlashga da'vat qilgan. Angliyadagi ikki asosli partiyaning biri bo'lgan Emgak partiyasi o'zlari hokimiyat beshiga kelgan taqdirda Uyg'urlar ko'rayotgan zulmni xalqaro sud orqali irqiy qirg'inchilik deb jakarlashning qonuniy yo'llarini izlaydiganligini bildirgan. Emgak partiyasi o'qitish kabinetining tashqi ishlar mas'ul ministri David Lammy Politico gazetiga qilgan so'zida mundaq degan: Agar Emgak partiyasi keyingi Angliya hukumatini tashkil qilgan taqdirda biz sheriklarimiz bilan ko'p taraflamalik harakat qilib, xalqaro sudda Xitoyning harakatining irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilinish uchun harakat qilamiz. 2021-yili Emgak partiyasining zo'r kuch chiqarishi bilan Angliya parlamenti Xitoyning Uyg'urlar qilayotgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan edi. Ammo hukumatda bu e'tirof qilinmagan. David Lammy Politico gazetining savoliga javob berganda, Emgak partiyasining maydonda o'zgarish bo'lmaganligini, o'zlari hukumat qurgan taqdirda bu masalani irqiy qirg'inchilik deb taniydiganligini ta'kidlagan. U yana mundaq degan: Biz sheriklarimiz bilan ko'p taraflamalik harakat qilamiz. Parlament ilgari irqiy qirg'inchilik to'g'risida qaror chiqarib bo'lgan. Xalqaro jamiyat irqiy qirg'inchilik intayin ko'ngil bo'ladi. Politico gazeti o'z xabarida yana Dunyo Uyg'ur Qurultiyi London ishxonasining mudiri Rayma Mahmud xonimni ziyorat qilgan. Rayma xonim David Lamyning so'zlarining kishini ilhomlantiradiganligini bildirgan.
hamda Angliya hukumatidagi konservativ a'zolar garchi Uyg'ur masalasi ko'ngil bo'lsa-mu, ammo hukumatning hozirgacha amaliy ish qilmaganligini, hatto bu zulmga munosib ismi qo'ymaganligini tanqidlab o'tgan. Ma'lum bo'lishicha, David Lamey yana Uyg'ur masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat munosabatli komitetlari orqali ko'tarib chiqishning yo'lini qildigan bo'lib, bu uning tashqi ishlar ministri bo'lgandan keyingi muhim kun tartibining biri bo'ldi ekan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Saudiya Arabiston podshohligi hukumat kabineti 29 mart kuni Saudiya Arabistonning Shanxay hamkorlik tashkilotiga dialog sherik salohiyati bilan kirishni ma'qullaydigan bir qarornomani rasmiy tasdiqlagan. Mazkur xabarni Saudiya Arabistonning davlatlik xabar agentligi SPA tarqatgan ekan. 2001 yili Xitoy boshchiligida qurilgan Shanxay hamkorlik tashkilotining Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston qatorliq 6 rasmiy a'zosi bor bo'lib, bu organ 2017 yili tunji qitim Hindiston va Pokistonni a'zo davlat qilib qo'shgan edi. Iran bu tur a'zolik qabul qilingan. Shanxay hamkorlik tashkiloti a'zo davlatlar aro harbiy hamkorlikni ilgari surishni maqsad qilgan bir tashkilot bo'lib, nurg'un kuzatuvchilar Xitoy hukumatining bu tashkilotni qurishdagi eng muhim nishonning Sharq Turkistonni asos qilgan g'arbiy chegarasining muqimligi va Xitoyning Yevrosiyoga so'zilgan bir belbog' bir yo'l qurilishining bexatarligini kapolatga ega qilish ekanligini ilgari surib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, Saudiya Arabistonning Shanxay hamkorlik tashkilotiga qatnashish masalasi o'tgan yil 12 oyda Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinping Saudiya Arabistonda ziyoratda bo'lganda muzokara qilingan ekan. Saudiya Arabiston Xitoyning O'rta Sharqdagi yaqin sheriki bo'lib, Saudiya hukumati yana Xitoy hukumatining Uyg'ur musulmonlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatining qo'llovchisidir. Saudiya Arabistonning valiahd shahzodasi Muhammad bin Salman bu tur 4-oyda Shi Jinping bilan ko'rishganda Xitoyning atalmish Xinjiang siyosatini qat'iy qo'llaydiganligini bildirgan edi. Reuters agentligining aytishicha, bu organ hozir Xitoy va Rossiyaning rayonda Amerika qatorli g'arb davlatlarining ta'siriga taqobil turishdek orzusi uchun xizmat qilayotgan bo'lib, bu tashkilotga Saudiya Arabistonning qatnashishini talab qilishi kuchli diqqat qo'zg'amoqda ekan. Dünya Uyghur Qurultayı 28 mart günü Xalqaro munosabatlar koordinatorluğu va Bryussel ishxonasining direktorluq uchun bir nafar xizmatchi qabul qilish haqida e'lon chiqardi. Qabul qilinadigan xizmatchi xodim Qurultayning Bryussel ishxonasida xizmat qiladi va asosli Qurultayning Yevropa ittifoqidagi xizmatlariga, shundaqli Qurultayning xalqaroliq organlar, hukumatlar, parlamentlar bilan bo'lgan munosabatlarni tangshash xizmatlariga mas'ul bo'ladi. Qabul qilingan xodim kishilik huquq masalasida eng az 3 yillik tashviqot tajribasiga ega bo'lgan bo'lishi, siyosat, xalqaro munosabat, xalqaro qonun bilimlari bo'yicha magistrlik saviyasiga ega bo'lgan bo'lishi, xalqaroliq organlar, Yevropa ittifoqi va BDTning kishilik huquq organlari haqida belgilik ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi, inglizchani ravon so'zlay oladigan bo'lishi shart. Fransuzcha, xitoycha va uyg'urcha tillarini bilsa, texim yaxshi bo'ladi. Tashkillash, analiz qilish va munosabatlarni o'rnatish iqtidoriga ega bo'lgan bo'lishi, qisqa vaqt ichida xizmatni boshlashga tayyor bo'la olishi shart. O'zidan boshqa yana qabul qilinadigan xizmatchi xodim tashviqot va nutq jihatda belgilik iqtidorga ega bo'lgan bo'lishi, har zamon komandirovkaga chiqishga tayyor bo'la olishi, ijtimoiy taratqulardan va elektronlik pochta aloqalaridan unumli foydalana oladigan iqtidorga ega bo'lishi, bo'libmi Uyg'ur da'vosi haqida va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida belgilik ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi, jiddiy ahvol ostida normal ish kuni va ish soatining sirtida xizmatga tayyor tura olishi lozim. Xizmatchi qabul qilishda Uyg'ur yoshlarga oldin e'tibor berildi. Bu xizmatni qabul qilishni loyiq ko'rgan qarindoshlarimiz 4-oyning 12-kundan burun Qurultay markaziy ishxonasi bilan bevosita aloqalashib, o'zini tizimga oldirsa bo'ladi. Bu munosabat bilan stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Ayso apandim navbatda Uyg'ur davosining xalqarodagi ta'sirining uzluksiz kuchayishiga va zo'rayishiga ergishib, Qurultayning iqtidorli kasbiy xizmatchi xodimlarga bo'lgan ehtiyojining kundan-kunga eshib berayotganligini, navbatda Qurultay markaziy organda to'liq va yarim maoshli kasbiy xizmatchi xodimlarning umumiy sonining 20 nafarga yetmaydiganligini, Tibet sürgünde hökumetining qarmog'ida bo'lsa to'liq maoshli minglagan kasbiy xodimlarning xizmat qilayotganligini, navoda milliy davoyimizni sistemli va muntazam holda ilib boramiz deyotganmiz, cho'qim kasbiy xizmatchi xodimlarning sonini uzluksiz ko'paytirishimizning zarur ekanligini ta'kidlab o'tdi. Dolqin Ayso apandim so'zda yana Qurultay markaziga xizmatchi xodim qabul qilishda har zaman Uyg'ur yoshlarga oldin e'tibor berib kelganligini, shunga bu navbat qabul qilinadigan xizmatchi xodimning Uyg'ur bo'lishini orzu qildiganligini alohida ta'kidlab o'tdi. O'zining yuqori xizmatga loyiq ko'rgan qarindoshlarimiz tövendagi aloqalash adresi bo'yicha o'zini tizimlashsa bo'ladi. Aloqalash nomeri 0049 89 54 32 19 99.
Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.